benihoya xursandman. So'zlarimni jadidlarimizdan biri Abdurauf Fitratning jo'shqin, da'vatkor so'zlaridan boshlamoqchiman. Turma, yugur, tinma, tirish, qo'rqma, yopish. Men bu so'zlardan ruhan motivatsiya olaman. Oldingi urush paytlarida ham ota-bobolarimiz xalqim ilmli, ziyoli bo'lsin deb o'z jonlarini xatarga qo'yishga qo'rqishmaganlar. Va hozirda biz mustaqil, hur, diyor farzandlarimiz. Prezidentimiz janobi oliylari Shavkat Mirziyoyev Miromonovich janobi oliylari bizga yaratib bergan imkoniyatlardan foydalanmasak noinsoflik bo'ladi deb o'ylayman. Va yana noinsoflik bo'ladi deb o'ylayman. Men shu hokimimiz bergan mana shunday kutubxona va kitoblarim nashrda bosilib chiqdi. Men keyin sovg'a qilgan kompyuter orqali IT sohasidan o'rganishni boshladim. Va men she'rlarimni 2 xil tilda ijod qilyapman. Ingliz tili va rus tili. Men kelajakdagi orzularim juda ko'p. Faqat sizlar bilan bittasini bo'lishmoqchiman. Men Girls of Uzbekistan nomli markaz qurib, u yerda o'z jamoamni to'playman. Chekka qishloqdagi qizlardan to'plab o'z jamoamni yig'aman. U yerda faqat qizlar uy ishlarida onasiga yordam berib qolmay, vataniga mislsiz nafi tegadigan qizlar bo'lib, yetuk kadrlar bo'lishiga ishonaman. Va men hurmat qiladigan ijtimoiy tarmoqlarda ko'p kuzatadigan bir inson bor. U Saida Mirziyoyeva. U kunlar kelib, vaqtlar kelib birga ishlash nasib qilganda men bundan benihoya xursand bo'lardim. Hozir ko'rishish nasib qilsa bundan juda ham xursand bo'lardim. Va men ham 12 men Ravshanova Shahina 12 yoshida shoh bo'lgan, Zahiriddin Muhammad Bobur 10 yoshida dong taratgan Sanobar Rahmonova yurti Andijondanman. Hammaga rahmat. Rahmat.